Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Linuxda ko'p ishlatiladigan buyruqlarni o'rganishni davom etamiz. Darsimizning avvalgi qismida cat buyrug'ini faylning ichidagi ma'lumotlarni ko'rish uchun ishlatgan edik. Bundan tashqari cat buyrug'i bir nechta fayllarni birlashtirish uchun ham ishlatiladi. Keling avval touch buyrug'i yordamida 123 degan fayl tuzamiz. Touch buyrug'i bo'sh fayl tuzish uchun ishlatiladi. ls deb yozsak 123txt degan faylni ko'rib turibmiz. Endi bu faylni nano redaktor yordamida ochamiz. Faylga ma'lumot kiritamiz. Saqlab qo'yish uchun Ctrl bilan O klavishalarini bosamiz. Va chiqish uchun Ctrl X ni bosamiz. Endi cat deb yozsak 123txt fayldagi ma'lumotlarni ko'rib turibmiz. Yana bir fayl tuzamiz. Bu safar touch buyrug'idan foydalanmasdan to'g'ridan to'g'ri nano redaktoriga kerakli fayl nomini berib yuboramiz. Shunda nano yangi 456txt degan faylni o'zi tuzadi va ochadi. Va unga ma'lumot kiritamiz. Faylni saqlab yopamiz. Endi cat deb yozsak, undagi ma'lumotlarni ham ko'rib turibmiz. Agar 123txt va 456txt deb buyruq bersak, bir vaqtning o'zida ikkala fayldagi ma'lumotlarni ko'rib turibmiz. Ya'ni ular ketma-ket keltirilgan. Demak, cat buyrug'i bir vaqtning o'zida bir nechta fayldagi ma'lumotlarni ham ko'rish imkonini beradi. Linuxda ma'lumotni faqat ekranga, ya'ni biz ishlab turgan terminalga emas, balki faylga yoki boshqa qurilmalarga ham yuborish mumkin. Cat 123txt degan buyruq 123 fayldagi ma'lumotlarni o'zimizni terminalga yuboradi va natijada biz ularni ko'ramiz. Xohlasak fayldagi ma'lumotlarni boshqa faylga ham yuborishimiz mumkin. Buning uchun Enter ni bosmasdan katta belgisidan foydalanib keyingi faylning nomi yoziladi deb yozamiz va Enter ni bosamiz. Bu buyruq natijasida 789txt fayl tuziladi hamda 123txt fayldagi ma'lumotlar 789txt faylga yozib qo'yiladi. Mana ko'rib turibmiz. Natijani ko'rib turibmiz. Keyingi buyruq echo dollar belgisi va savol belgisi deb yozsak, bu buyruq undan oldingi berilgan eng oxirgi bajarilgan buyruqni natijasini ko'rsatadi. Demak, biz hozir 0 javobini oldik. Bu degani buyruq muvaffaqiyatli bajarilgan. Endi keling, mavjud bo'lmagan bir buyruq terib ko'ramiz. Buyruq topilmadi degan javobni oldik. Va agar yana avvalgi buyruq echo dollar belgisi va savol belgisini bersak, 127 degan javobni oldik. Bu javobning ma'nosi buyruq topilmaganligini bildiradi. Keling, konsolni tozalab tashlaymiz. Keyingi buyruq make directory yangi papka tuzish uchun ishlatiladi. Xabaringiz bo'lsa, Windowsdagi konsolda yangi papka tuzish uchun md buyrug'i ishlatiladi. mkdir test deb yozsak, hozir turgan joyimizda yangi test deb nomlangan papka tuziladi. Mana test papkasi tuzilganligini ko'rib turibmiz. Agar yangi papkani boshqa joyda tuzish kerak bo'lsa, mkdir buyrug'iga papkani tuzilishi kerak bo'lgan to'liq joyini ko'rsatish kerak. Masalan, mkdir/home farhod test deb yozsak, yangi test papkasi farhod papkasining ichida tuziladi. Endi ls tr test deb yozsak, bu papkaning ichida birorta ham fayl yo'qligini ko'rib turibmiz.
Keling endi fayllardan nusxa olishni ko'rib chiqamiz. Linuxda fayldan nusxa olish uchun cp buyrug'i ishlatiladi. Xuddi Windowsdagi copy buyrug'iga o'xshash. cp123 txt nusxa txt deb yozsak, turgan papkamizdagi 123 txt faylidan nusxa txt fayli nusxa qilib olinadi. Buni ko'rib turibmiz. Endi cp nusxa txt faylini boshqa papkaga nusxa olishlik uchun buni mana nusxa 2 faylini ham ko'rib turibmiz. Endi cp buyrug'ini -v kaliti bilan ishlatib ko'ramiz. 456 txt buyruq bersak, -v kaliti bilan ishlatilishi natijasida aynan qaysi fayldan qayerga nusxa olinganligi ko'rsatiladi. Endi keling cp buyrug'ini papkadan nusxa olishda sinab ko'ramiz. Agar cp test deb yozib, masalan yangi test 2 degan papka nusxa olmoqchimiz, enter ni bossak, ko'rib turganimizdek omitting directory degan javobni oldik. Ya'ni test papkasining ichida boshqa fayl mavjud bo'lganligi uchun cp buyrug'i bu papkadan nusxa ola olmadi. Agar papkaning ichida fayllar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bunday papkadan nusxa olishlik uchun cp buyrug'ining yoniga -r kaliti qo'shib ishlatilishi lozim. Keling misol uchun -r va -v kalitlarini bir vaqtning o'zida ishlatib ko'ramiz. Test papkasidan test 2 degan papkaga nusxa olamiz. Avval test papkasidan test 2 papkasiga nusxa olindi. Keyin testning ichidagi fayllardan ham test 2 papkasiga nusxa olindi. cp buyrug'idan fayldan nusxa olinganida maxsus kalitni ishlatilmagan holda nusxa olingan faylni o'zgartirilgan attributi o'zgargan bo'ladi. Ya'ni original faylning vaqtidan farq qiladi. Buni ko'rish uchun deb yozsak, nusxa 2 txt faylini tuzilgan vaqti 611 ligini ko'rib turibmiz. Endi nusxa 2 faylini tuzilgan vaqti esa 615 ekanligini ko'rib turibmiz. Keyingi buyruq mv buyrug'i fayllarni ko'chirishda ishlatiladi. Ya'ni faylni bir papkadan boshqa papkaga ko'chirish uchun ishlatiladi. Masalan mv 456 txt test deb yozsak, ko'rib turganimizdek 456 txt bu yerdan test papkasiga ko'chirildi. mv buyrug'i ishlatilganda esa faylni joyi o'zgartirilganligi uchun faylni o'zgartirganlik attributi vaqti o'zgarmaydi. Ya'ni nusxa 2 faylni o'zgartirilganlik vaqti attributi o'zgarmadi. 611 ligicha turibdi. Xuddi cp ga o'xshab mv da ham -v kalitini ishlatishlik natijani ko'rsatib beradi. deb yozib faylni yana o'z joyiga ko'chiramiz va bu haqida hisobotni ham olamiz. Va mana 456 txt fayli yana o'z joyiga qaytib keldi. Faylni nomini o'zgartirishlik uchun ham mv buyrug'i ishlatiladi. Masalan, mv
456 tekstini 45 tekstiga deb yozsak, 456 tekstini faylning nomi 45 tekstiga o'girildi. Clear deb yozib ekranni tozalaymiz. rm buyrug'i fayl yoki papkani o'chirib tashlash uchun ishlatiladi. rm fayl nomi yoziladi. 789 teksti faylni o'chirishga aminmisiz degan savol chiqdi. Yes deb yozamiz va shunda 789 fayli o'chirib tashlanadi. Agar rm buyrug'ini -f kaliti bilan ishlatsak, Linux bizdan fayl yoki papkani o'chirishni tasdiqlashimizni so'rab o'tirmaydi. Mana 45 teksti faylni ham o'chirib tashlanganligini ko'rib turibmiz. Papkani o'chirmoqchi bo'lsak, kalitsiz ishlatib bo'lmaydi. rm buyrug'ini -r kaliti bilan ishlatish lozim. Yes deb yozamiz. Ko'rib turganimizdek, har bir faylni o'chirilishini tasdiqlash lozim. Faqat shundagina papka o'chiriladi. Agar rm buyrug'ini -f kaliti bilan ishlatsak, boyagiga o'xshab tasdiqlashni so'rab o'tirmaydi va uning yoniga r kalitini ham qo'shib qo'yamiz. Test deb yozib, test papkasini o'zini va uning ichidagi barcha fayllarni o'chirib tashlaymiz. Ko'p hollarda rm buyrug'i -rf kaliti bilan ishlatiladi. Keling boyagi touch buyrug'iga qaytamiz. Boya aytib o'tilgandek, touch buyrug'i yangi bo'sh fayl tuzish uchun ishlatiladi. Undan tashqari, touch buyrug'ini mavjud bo'lgan faylni o'zgartirilganlik vaqti atributini ham o'zgartirish uchun ishlatiladi. 56 txt deb yozib yangi fayl tuzamiz. Endi lsltr qilib fayllarning atributlarini ko'ramiz. Endi touch buyrug'ini nusxa fayliga beradigan bo'lsak, hozircha uni tuzilganlik vaqti 610. Ya'ni mavjud bo'lgan faylga touch buyrug'ini bersak, natijada faylni sanasi yangilab qo'yiladi. Mana ko'rib turganimizdek, nusxa txt faylni sanasi 627 ga o'girildi. Touch buyrug'i yordamida fayl atributidagi sanasini xohlagan sanaga va vaqtga o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun t kaliti ishlatiladi. Kerakli sana yoziladi. Va sanadan so'ng vaqt yoziladi. Ya'ni 28-aprel 17:30. Va nusxa 2 fayliga yozamiz. Endi deb yozsak, ko'rib turganimizdek, nusxa 2 faylni o'zgartirilganlik atributi 28-aprel 17:30 ga o'zgartirildi. Faylning atributlari haqida to'liq ma'lumot olish uchun stat buyrug'idan foydalaniladi. Stat deb yozib, kerakli fayl yoziladi. Shunda nusxa 2 txt fayl bo'yicha to'liq ma'lumotlar ko'rsatiladi. Fayl nomi, fayl o'lchami, bloklar soni, fayl turi, inodlar soni, ruxsatlari, faylning egasini UID va GID raqamlari, CentOS Linuxda root foydalanuvchisini UID va GID raqamlari har doim 0 ga teng. Rootdan keyingi tizimga qo'shilgan foydalanuvchilarning UID va GID raqamlari esa 500 dan boshlab belgilanadi. Access joyida faylni oxirgi marta ko'rilganlik sanasi va vaqti keltirilgan. Modify joyida esa faylni oxirgi marta o'zgartirilganlik sanasi va vaqti keltiriladi. Hozircha access bilan modify bir xil turibdi. Keling cat deb yozib nusxa 2 txt faylini ko'ramiz va yana bir marta stat buyrug'ini bersak, ko'rib turganimizdek, endi access vaqti hozirgi vaqtga o'zgartirildi. Ya'ni faylni oxirgi marta
qachon ko'rilganligi vaqtini ko'rib turibmiz. Modify joyida esa faylni o'zgartirilganligi atributi vaqti keltiriladi. Biz boya touch buyrug'i yordamida aynan shu modify atributini o'zgartirgan edik. Va change joyida fayl atributidagi ma'lumot qachon o'zgartirilganligi ko'rsatilmoqda. Change joyida aynan faylning atributi qachon o'zgartirilgan sanasi va vaqti ko'rsatiladi. Keyingi buyruqqa o'tamiz. Avval ekranni tozalab tashlaymiz. Find buyrug'i fayllarni izlashda ishlatiladi. Operatsion tizimdagi minglab fayllarning ichidan o'zingizga kerakli faylni izlab topish yo'lini bilish kerak. Buning uchun find buyrug'idan foydalanamiz. Keling, masalan, operatsion tizimdan fstab faylini qayerda joylashganligini izlab topamiz. Find deb yozib, ildiz deb yozamiz. Ya'ni faylni hamma joydan qidiramiz. Bundan keyin name kaliti kiritiladi va qo'sh tirnoq ichida izlanayotgan fayl nomini kiritish lozim. fstab deb yozib qo'sh tirnoqni yopamiz. Agar faylni nomi aniq esimizda bo'lmasa, qo'sh tirnoqni ichiga yulduzchani ham kiritib qo'ysak, fstab so'zi uchragan har bir fayl izlab topiladi. Faylni butun ildizdan izlash ancha-muncha vaqtni egallashi mumkin. Bu narsa serverdagi fayllar soniga bog'liq. Diskda qancha fayllar ko'p bo'lsa, shuncha izlash vaqti ham cho'ziladi. Mana ko'rib turganimizdek, fstab fayli etc papkasi ichida ekanligini bilib oldik. Ba'zi vaqtlarda find buyrug'ining natijasi terminalga sig'may qolishi mumkin. Ya'ni ko'p fayllar topilishi mumkin. Findning natijasini ham katta buyrug'i yordamida boshqa faylga saqlab qo'yishimiz mumkin. Buning uchun keling, find var papkasidan messages faylni izlab topib, natijani find natijasi degan faylga saqlab qo'yamiz. Endi find natijasini ko'radigan bo'lsak, mana messages fayli varlog papkasi ichida ekanligini ko'rib turibmiz. Find buyrug'ining juda ko'p kalitlari mavjud. Find yordamida fayllarning atributlari, o'lchami va boshqa boyaga stat buyrug'i yordamida ko'rilgan barcha ma'lumotlarni inobatga olib fayllarni izlash mumkin. Find help deb yozib buyruq bo'yicha yordam olishimiz mumkin. Keyingi buyruqqa o'tamiz.